Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Bugun biz musulmonlar uchun nayt ulug' bo'lgan Qur'on kitobimizdagi qissalarni anglashni davomlashtiramiz. Oldingi qitim biz tunji inson va tunji payg'ambar degan temadagi qissani anglagandik. Bugun biz aka-ukalar degan temadagi qissani anglab baqayli. Qani, amsa hikoyamizni boshladik. Tunji payg'ambarimiz Adem alayhissalom va Hazreti Havvaning ikki o'g'li bor edi. Cho'ng o'g'lining ismi Qobil, kichik o'g'lining ismi Hobil edi. Hobil bo'lsa qo'y biqib podachilik qiladi. Aksi Qobil bo'lsa dehqonchilik qiladi. Burungi zamonlarda kishilar Allohga atab qurbonlik beradi. Ular o'zlarining eng yaxshi narsalarini qurbonlikqa ataydi hamda uni alohida belgilangan bir o'ringa qo'yib qo'yadi. Alloh osmondan o't uchquni avatib, ular atagan qurbonliklarini ko'ydirish orqali u qurbonlikni qabul qilganligini bildiradi. Adem alayhissalomning talabi bo'yicha Qobil va Hobillarmi Allohga atab qurbonlik qilishdi. Hobil padlarining ichidan bir qo'yni atab qurbonlik qildi. Qobil bo'lsa ziroatlaridan bir bog'lam bug'doyni qurbonlik atadi. Ular qurbonlik atgan qo'y va bir bog'lam bug'doyni belgilangan tog'ning cho'qqisiga qo'yib qo'ydi. Tuyuqsiz bir o't uchquni Hobilning qurbonlik atgan qo'yini kuydirdi. Qobilning qurbonlik atgan bug'doyga tegish qilmadi. Chunki Alloh Hobildan xushal bo'lgan edi. Uning qurbonligini qabul qilgan edi. Alloh Qobildan xushal bo'lmagan edi. Uning qurbonlikqa atgan bug'doylarini qabul qilmagan edi. Chunki Hobil padalarining ichidagi eng esil, o'zi eng yaxshi ko'radigan bir qo'yni qurbonlikqa atgan edi. Qobil bo'lsa bug'doylaridan eng to'liqdan tutganlarini o'zi tanlab olib, puchak eng yaxshi bo'lmaganlarini qurbonlikqa atgan edi. Lekin Qobil Allohning o'zining qurbonligini qabul qilmaganligini butunlay Hobildan ko'rdi. U Hobil bilan urushga boshladi. Hamda Hobilga qarab, "Bular hammasi sening xatoliqing, xap, seni o'ldiraman" deb varqirdi. Hobil bo'lsa Allohni yaxshi ko'radi. U har vaqt chin dilidan Allohni yod etadi. U Allohdan qo'rqaydi. Hobil Qobilga: "Sen Allohdan qo'rqmading. Alloh qandoqmi sening qurbonligingni qabul qila olsin? Sen Allohdan qo'rqqin. Alloh sendan xushal bo'ladi" dedi. Hobilning gapi aksiga ta'sir qilmadi. Chunki achchiq aksining ko'zini to'sib olgan edi. Uning yuragini qattirib etgan edi. Qobil: "Yo'q, men seni cho'qim o'ldiraman" deb varqirdi. Qobilning tahdidi oldida ukisi Hobil qilch tamtirmidi. U nihoyatda tamkinlik bilan akisi Qobilga: "Agar sen meni o'ldirish uchun qo'l ko'tarsangmi, men senga hargiz qarshilik qilmayman. Chunki men Allohdan qo'rqaman" dedi. Qobilning hasadga to'lgan va achchiqqa to'lgan yuragiga Hobilning bu gapimi ta'sir qilmadi. U oxiri ukisi Hobilni o'ldirdi. Ukisining jiniga zomin bo'lgan Qobil o'zining og'ir gunoh o'tkazganligini his qildi. U ukisining jasadi oldida o'ltirib, qattiq yig'ladi, o'kindi, pushaymon qildi. Lekin buning nima foydasi bo'lsin? U Allohga yolurdi. Allohdan yordam tiladi. Alloh shu amon uningga bir qog'in avatdi. Qog'a tirnoqlari bilan tuproqlarni ko'lab, Qobilga Hobilning jasadini tuproqqa qandoq ko'mishni o'rgatdi. Qobil Allohdan qo'rqmay og'ir gunoh o'tkazdi. U jinoyat sodir qildi. U Allohning o'ziga ato qilgan aqlini, hatto qog'ichilik ishlatishni bilmadi. Alloh o'zidan qo'rqqanlarni yaxshi ko'radi. Allohdan qo'rqadigan insonlar Allohning yaxshi bandalari bo'ldi. Ular hargizmi o'zaro urushmaydi. O'zaro
bir-biriga ziyon zahmat yetkazmaydi. Qandaq kichik do'stlar? Aka-ukalar haqidagi bu qissani anglab nimani bildinglar? Allohning yaxshi bandasi bo'lish uchun biz har vaqt yomon ishlarni qilishdan saqlanishimiz kerak, shundaqku? Atrofimizdagi qarindoshlarimiz, urug' tuqqanlarimiz, do'st birodarlarimiz hammaylar bilan inoq ittifoq o'tib, urushmay, talashmay, boshqalarga yomon, ziyon yetkazadigan ishlarni hargiz qilmasligimiz kerak, shundaqku? Undaqda bugungi qissamiz mana shu yerda oyoqlashdi. Keyingi qitimliq hikoyamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.